Hammaga Xudoning tinchligi yor bo'lsin. Bugungi videoda muqaddas ruh farishtami yoki xudomi degan oldingi videoni to'liqligicha turli kalomdan iqtiboslar keltirish orqali sizga taqdim qilmoqchiman va hamda ekranda aytilgan gaplarni ko'rsatib yangi video qildim. Oldingi video qisqa bo'lgan bo'lsa, bunisi sal uzunroq bo'ladi, lekin kimga shu mavzu qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'rasiz deb o'ylayman va sizga keltirilgan ma'lumotlar yoqadi deb o'ylayman. Keling endi hozir boshlaymiz. Muqaddas ruh farishtami yoki xudomi? Afanasiyning pnevmatomahlarga qarshi aqidaviy kurashi. Muqaddas ruhning ilohiy tabiati haqidagi bahslar masihiylik tarixidagi eng keskin aqidaviy kurashlardan biri bo'lgan. 4-asrda paydo bo'lgan va muqaddas ruhni xudo deb emas, balki shunchaki bir maxluq yoki yaratilgan mavjudot deb hisoblagan guruhlar masihiy ilohiyotida pnevmatomahlar, ya'ni ruhga qarshi kurashuvchilar nomi bilan tanilgan. Ular o'z qarashlarini asoslash uchun muqaddas bitikdan dalillar keltirishga urinishgan. Biroq buyuk ilohiyotshunos Aleksandriyalik avliyo Afanasiy o'zining chuqur aqidaviy tahlillari bilan ularning iddaolarini parchalab tashlagan. Pnevmatomahlar o'z fikrlarini isbotlash uchun Pavlusning Timotiyga yo'llagan birinchi maktubidagi ushbu oyatga tayanar edilar. Xudo Iso Masih va tanlangan farishtalar huzurida senga qat'iy buyuraman, hech bir ishda yuzxotirchilik va tarafkashlik qilmay, bu ko'rsatmalarimga rioya qil. 1-Timotiy 5-bob 21-oyat. Bundan tashqari ular Amos payg'ambar kitobidagi oyatlarni ham noto'g'ri talqin qilib, muqaddas ruhni yaratilgan maxluqlar qatoriga qo'shishgan. Ya'ni quyidagi oyatda ibroniycha ruah so'zini ular ruh deb tarjima qilib, uni yaratilgan deb da'vo qilishgan. Vaholanki ruah so'zi kontekst bo'yicha shamolni ham anglatishi mumkin va bu oyatda aniq shamol haqida gap ketyapti. Zero Xudo tog'larga shakl berdi, shamolni yuzaga keltirdi. U rejalarini insonlarga ayon qiladi. Tonggi shafaq nurini zulmatga aylantiradi. Tog' cho'qqilari uzra yuradi. Parvardigori olam egamizdir uning nomi. Amos 4-bob 13-oyat. Ruhga qarshi kurashuvchilarning argumenti quyidagicha edi. Madomiki havoriy Pavlus avval Xudo va Masihni, so'ngra esa farishtalarni tilga olgan ekan, demak ruhni farishtalar safida ko'rish va uni farishtalar bilan bir martabada, faqat ulardan birmuncha yuqoriroq turuvchi mavjudot deb hisoblash lozim. Afanasiyning raddiyasi aqidaviy haqiqat. Afanasiy bu da'voga keskin qarshi chiqib, bu fikrlar masihiylik aqidasiga mutlaqo yot bo'lgan bidatchi Valentin to'qimalarining ayni o'zi ekanini fosh etadi. Valentin ham o'z vaqtida yupatuvchi kelganda, uning yonida unga tengdosh farishtalar ham bo'lgan deb da'vo qilgan edi. Afanasiy bunday noto'g'ri ta'limot masihiy aqidasida ikki ziddiyatdan biriga olib kelishini ta'kidlaydi. Birinchisi, yaratilgan maxluq yoki mavjudot Xudoning darajasiga ko'tariladi. Yoki ikkinchisi, xudo maxluqlar qatoriga qo'shilib, maxluqlik darajasiga tushiriladi. Vaholanki, muqaddas bitikda bu ikkala qarash uchun ham hech qanday asos yo'q. Bitikning hech bir joyida muqaddas ruh farishta, bosh farishta yoki arxangel yoki xizmatchi ruh deb atalmagan. Aksincha, muqaddas bitik uni quyidagi nomlar bilan ulug'laydi. Masihning ruhi. Bu Rimliklar 8-bob 9-oyat. Agar Xudoning ruhi haqiqatan ham sizlarning qalbingizda makon qilgan bo'lsa, sizlar endi bashariy tabiat amri bilan emas, balki ruh amri bilan yashayapsizlar. Kimki Masihning ruhiga ega bo'lmasa, u Masihga tegishli emas. Xudoning ruhi deb atalgan. Bu Rimliklarga 15-bob 19-oyat. Li mo'jizalar va alomatlar bilan mening aytganlarim va qilganlarim orqali Masih g'ayri yahudiylarni Xudoga itoat qilish yo'liga boshladi. Ammo Iso Masihning men orqali qilgan ishlaridan boshqa narsalar haqida gapirishga jur'at etmayman. Chunki bularning hammasi Xudo ruhining qudrati ila sodir bo'ldi. Shunday qilib men Qudusdan boshlab to Ilirikon hududiga qadar Masihning xushxabarini yoyib, o'z vazifamni bajardim. Haqiqat ruhi deb atalgan bu Yuhanna xushxabari 15-bob 26-oyat. Men sizlarga otamdan yuboradigan homiy, ya'ni otamdan chiqadigan haqiqat ruhi kelganda men to'g'rimda guvohlik beradi. Farzandlikka olish yoki asrab olish ruhi deb ham aytilgan. Bu Rimliklarga 8-bob 15-oyatda yozilgan. Xudo bizga o'z ruhini berdi. Buni yana qul bo'lib, qo'rquvda yashashimiz uchun emas, balki uning farzandi bo'lib, ruh orqali Xudoni otajon deb chaqirishimiz uchun qildi. Bu yerda yunonchani aniqroq ko'rsatish uchun o'zim tarjimamni qo'shib qo'yaman.
Zero sizlarni yana qo'rquvga yetaklaydigan qullik ruhini qabul qilmadingiz, balki farzandlikka olish yoki asrab olish ruhini qabul qildingiz. Qaysi kim orqali biz Abba, Ota deb faryod qilamiz. Yana muqaddaslovchi ruh deb ham atalgan. Bu 2-Salonikaliklarga yozilgan maktub 2-bob 13-oyat. Ey egamiz, sevgan birodarlar, sizlar uchun har doim Xudoga shukr qilishni burch deb bilamiz. Axir muqaddas ruh kuchi bilan poklansin va haqiqatga ishonsin deb Xudo sizlarni boshidanoq najot uchun tanlagan edi. Buni ham aniqroq qilish uchun shu oyatning 2-qismini yunon tilidan tarjima qilaman. Xudo sizni boshidan ruhning muqaddaslanishida va haqiqatga ishonishda tanladi. O'zbek tilida tushunish qiyinroq bo'lsa-da, lekin so'zma-so'z tarjima qilganda shunaqangi yunon tilida yozilgan, tarjima qilishganda ma'nosini tarjima qilishgan. Bu nomlarning o'zi muqaddas ruhning farishtalar ustidan cheksiz, o'lchovsiz va mutlaq ustunligidan dalolat beradi. Tavrot va payg'ambarlar kitoblaridagi guvohlik. Muqaddas ruhning chinakam Xudo ekanligini anglash uchun muqaddas bitikning turli qismlarini o'zaro qiyoslash kifoya qiladi. Isroil xalqini va'da qilingan zaminga boshlab borishni buyurayotganda, egamiz Musoga uning oldiga bir farishtani yuborishini aytadi. Keyin egamiz Musoga aytdi: "Qani, sen ham Misrdan o'zing olib chiqqan xalqing ham bu joydan ketinglar. Ota-bobolaringiz Ibrohim, Ishoq va Yoqubga men sizlarning naslingizga beraman deb qasam ichgan yurtga boringlar. Sendan oldinda farishtani yuborib, Kanon, Amor, Het, Pariz, Xiv va Yobus xalqlarini haydayman." Chiqish kitobi 30-bob 1 va 2-oyatlar. Biroq Muso xalq biror yaratilgan maxluqni yoki farishtani ilohiylashtirib, unga sajda qilib yuborishdan qo'rqib, Xudoning o'zi bu xalqqa boshchilik qilishini o'tinib so'raydi. Shundan keyin Muso egamizga aytdi: "Sen bu xalqni boshlab olib ket deb menga amr berding-ku, lekin biz bilan kimni yuborishingni aytmading. Yana men seni tanladim, sen haqiqatdan mendan marhamat topgansan degan eding. Agar men sendan marhamat topgan bo'lsam, iltijo qilaman, menga yo'llaringni ko'rsatgin. Sendan marhamat topib yurishim uchun seni bilayin. Bu xalq o'zingning xalqing ekanini yodingda tutgin." Egamiz Musoga dedi: "Men sizlar bilan boraman, sizlarga tinchlik ato qilaman." Muso esa egamizga aytdi: "Agar sen biz bilan bormaydigan bo'lsang, bizni bu yerdan olib chiqmagin." Chiqish kitobi 33-bob 12-dan 15-oyatlargacha. Xudo Musoning bu iltijosini ijobat qilishga va'da beradi. Bu Chiqish kitobi 33-bob 17-oyat. Shunda egamiz Musoga aytdi: "Sen nimani so'ragan bo'lsang, men shuni qilaman. Chunki sen mendan marhamat topgansan, men seni tanladim." Endi esa Ishoya payg'ambar kitobiga e'tiborimizni qaratamiz. Payg'ambar yahudiylarning sahrodagi safarida ularga Xudoning ruhi yetakchilik qilganini yozadi. Shunda xalq o'tgan kunlarni, Musoning davrini eslab shunday dedi: "Ota-bobolarimizni va ularning cho'ponlarini dengizdan o'tkazgan qani? O'z muqaddas ruhini ularning orasiga yuborgan qani? Ajoyib qudratli qo'li bilan Musoning o'ng qo'lidan tutgan qani? O'zining nomini sharaflay deb ularning oldidagi suvni ikkiga bo'lgan qani? Egamiz ularni dengiz tubidan olib o'tdi. Tekis joyda yurgan otday ular hech qoqilmasdan o'tdi. Vodiyga yoyilgan podaga o'xshatib, egamizning ruhi ularga orom berdi. O'zining buyuk nomi ulug'lansin deya, egamiz o'z xalqiga yo'l ko'rsatdi." Ishoya payg'ambarning kitobi 63-bob 11-dan 14-oyatlargacha. Bitikning boshqa joylarida esa bu safarda ularga Xudoning o'zi, uning kalomi va ruhi orqali yo'l ko'rsatganini bayon qilinadi. Leviylar 11-bob 45-oyat. "Men egangizman, Xudoyingiz bo'lishim uchun sizlarni Misrdan olib chiqqanman. Shunday ekan, muqaddas bo'linglar, chunki men muqaddasman." 1-Shohlar kitobi 10-bob va 18-oyat. Shomuel shunday dedi: "Isroil xalqining Xudosi egamiz aytmoqda: Isroil xalqini Misrdan men olib chiqqanman. Misrliklarning va sizlarga zulm qilgan hamma shohliklarining qo'lidan sizlarni qutqardim." Ishoya payg'ambar kitobi 44-bob 8-oyat. "Vahimaga tushmang, qo'rqmang. Men sizlarga nima bo'lishini oldindan e'lon qildim-ku. Sizlar mening guvohlarimsiz. Mendan boshqa Xudo bormi? Yo'q, boshqa qoya yo'q. Men boshqa hech birini bilmayman." Zabur 76-sano 21-oyat. Osif Xudoga murojaat qiladi: "Xalqingni qo'y suruvida yetaklab bording, Muso Xorinni rahnamo qilib tanlading." Zabur 77-sano 53-oyat.
Egamiz eson-omon boshlab bordi. Ular qo'rqmadilar, ularning g'animlarini esa dengiz yutdi. Zabur 135-sana 16-oyat. Shukrona ayting o'z xalqini sahro bo'ylab olib o'tganga, uning sodiq sevgisi abadiydir. Qonunlar kitobi 1-bob 30-oyat. Egangiz Xudoning o'zi oldingizda yuradi. Ko'zingiz oldida Misrda jang qilganday sizlar uchun jang qiladi. Xulosa shuki, muqaddas ruh yaratilgan maxluqlar qatorida emas va aslo farishta emasdir. Afanasiy isbotlaganidek, muqaddas ruh Xudo Ota va Xudo O'g'il bilan tabiatan bir bo'lgan muqaddas uchbirlikning teng huquqli va yakdil shaxsidir. U Otaning ilohiyligi bilan bir bo'lgan shaxsdir. Shu yerda videoni tugataman. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Qandaydir savollaringiz bo'lsa, izohda yozib qo'ysangiz bo'ladi. Boshqalar bilan bemalol videolarimni bo'lishsangiz bo'ladi, hamda obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Hammangizga Xudoning inoyatini yor bo'lsin deb qolaman. Xayr, salomat bo'ling.